Bo'ldi. Men ularga ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'yaman. Mana bu narsa pishiraman. Bir lol qoldiring. Mani ustimdan kulganlarida lol qoldirish uchun go'shtsiz ham kotlet qilsa bo'lishini isbotlab qo'ymoqchi bo'ldim. Keyin bo'lsa sharta grechka, kartoshka, piyoz, chesnok, non, tuxum qilib hammasini aralashtirdim. Lekin orada men chopperni kuydirib qo'ydim. Atay qilmadim, o'zi tutab ketdi. Nima qilay? Keyin hammasini qo'shib yaxshilab mijib oldim. Mijiganimdan keyin qo'limni ho'llab kotletchalar yasashni boshladim. Hammasini chiroyli qilib tayyorlab oldim va oyijonimga ko'rsatdim. Voy oyijon, qarang, mana bu narsa pishirdim. Voy, siz ham narsa pishirishni bilasizmi? Sizga ham qo'lingizdan keladimi? Siz ham o'rganganmisiz? Qoyil. Shirin chiqibdimi? Voy, mayka qo'yib, yeb ko'rsak, keyin bilamizda qana chiqqanini. So'tak.